Assalomu alaykum hammaga. Zamin Moto skuter obunachilari, xudo xolasa bugun kunimiz 01.05, xudo xolasa 1-may, xudo xolasa sanasida nasib bo'lsa, xudo xolasa 300 kilolik motorollerimiz, xudo xolasa mana Qo'qon shahariga, xudo xolasa baraka bo'libdi, xudo xolasa mana ukamiz olib ketishyapti, xudo xolasa 10.400.000 so'mga usulli holatda qilib Zamin Moto, xudo xolasa do'konidan, xudo xolasa navbatdagi motorollerimiz, xudo xolasa o'z egasiga ketmoqda. Xo'p, bugun xudo xolasa sizlar bilan tanishtirishadigan bo'ladigan Rexha modelimizni eng zamonaviy, ya'ni so'nggi modelda, so'nggi avlod desa ham bo'ladi. Hozir 2026-yilda kelgan, xudo xolasa yangi Rexha modelimiz, xudo xolasa mana sotuvda. 6 ta akkumulyatorlar bilan jihozlangan temir, bu yoqda o'tiradigan xavfsizlik, mana bu plastmassa bo'ladi, hozir temirdan bo'lib ketgan ovozlari. Bu yoqda o'tiradigan o'z zavodskiy tentlari bilan mana juda ham zamonaviy bo'lgan. Xudo Rexha modelimiz Zamin Moto do'konida, xudo xolasa o'z egalariga, xudo xolasa ketishga turibdi. Mana bu yerda o'zining zadniy kamerasi turadigan, xudo xolasa bolalar xotirib berishadi. Bu yerda sunovka qilib zadniy kameralari bilan jihozlangan. To'la zaryadda yurishi bu modelimizda 90-80 kilometr masofa bosadi. Tezligi necha degan mijozlarimizga, xudo xolasa tezligi 35-40 tezlikda harakatlanadi. Oldiga, orqaga yuradi. Tormoz sistemasi jitnoy tormozlar, ya'ni o'ng tomonida tormoz bilan mana xudo xolasa jihozlangan. Bu yerda avvalgi tablolari katta, boshdan oxirigacha bo'lgan tablo, xudo xolasa. Narxi 12,5 million so'mdan vodiy bo'yicha bu Rexha modelimizni yetkazdirib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqa qilishlaring mumkin. Zavodskiy tentlarini qo'yib, mana shunaqangi sakadiskali holatda, xudo xolasa o'z mijozlarimizga yetkazib beramiz. Endi xo'p, mana bu yoqda Rexha modellarimizning yangicha modellari, xudo xolasa keldi. Mana hozir bu modellarimizni ham ko'rsatamiz sizlar bilan birgalikda. Rexha modelimizni mana bunaqangi ichi yopiq modellarimiz ham keldi, xudo xolasa. Narxi vodiy bo'yicha dastavkasi ichida 1,5 ming dollardan bu modelimizni, ya'ni eshiklari yopiq holatda yetkazdirib beramiz. Mana xudo xolasa o'ta ham pul bo'lgan tablolar, planshet tablo bo'ladi. Ko'rinishlari mana o'zi sertifikatlari, balon disklarini ko'rsatamiz. Juda ham katta bo'lgan, xudo xolasa modellarimizdan biri desa ham bo'ladi. Endi bu modelimizda xudo xolasa mana bu modelimizdan ham keldi hozir. Zadniy kamerali 6 ta akkumulyatorli eng zamonaviy, xudo xolasa Rexha modelimiz. Bu modelimiz ham yangi keldi. Mana sifatini ham ko'rishlaring mumkin. O'ta ham yangicha holatda keldi. 12.600.000 so'mdan bu modelimizni ham 6 ta akkumulyatorli tentlari bilan xudo xolasa yetkazib beramiz. Hozir bu yoqda mana chiroqni yoqib olamiz, xudo xolasa. Mijozlarimiz to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishliklari uchun mana ko'rinishlari 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Sifat juda ham zo'r holatda ishlangan. Endi arzon modellarni so'ragan aka-ukalarimizga arzon holatdagilari ham bor. 50 kilometr, 60 kilometr masofa bosadiganlari 10.800.000 so'mdan bu modellarimiz orqasi berk holatdagilari ham bor. Endi obunachilar juda ham qiziq bo'lgan modellarimiz ham bu yoqda turibdi. Sidinalari oldiga, orqaga suriladigan modelimiz, ya'ni 59 modelimiz ham xudo xolasa kelgan. Mana ko'rinishlarni ko'rsatib o'tamiz. To'liq mijozlar ko'rishlari uchun mana oldin ko'rinishlaridan sidina BYD sidina qilingan, 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan, poliklarigacha qo'yilgan modelimiz. Mana xudo xolasa jitnoy tormoz sistema, zadniy kameralari bor. Sidinalar oldiga, orqaga suriladi, yotadi, turadi. 13.800.000 so'mdan kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, endi mana bu yoqda turistkarlarimizni yangicha katta modellari ham keldi. Mana o'z telefonga ham uzoqroqdan olsangiz sig'adi, katta bo'lgan modelimiz keldi. 12.200.000 so'mdan bu modelimizni ham beramiz. Yonidagi Rexhalarimiz esa 11.800.000, ya'ni 11,5 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Endi zapas balonlari bilan bo'lsin degan mijozlarimizga zapas balonlari bilan ham keldi, xudo xolasa. Tomida bagaj sistemalari, tormoz sistema
jidkisnoy tormoz sistemalar bilan jihozlangan. Mana ko'rinishlarni ko'rsatib o'tamiz. Yangicha bo'lgan modelimiz. Bu modellarimizni ham 12 million 300 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastavkalarini qilib beramiz. Mana ko'rinishlari. Bemalol obunachilarimiz ma'lumotlarni Telegram, WhatsApp, WeChat orqali bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Har bittasini rasmini, videosini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Endi mana bu yoqqa qarab yuramiz. Yangicha mana bunaqangi fasonda superlarimiz keldi. Tormoz sistemalari jidkisnoy katta bo'lgan model. Mana sifatni ham ko'ryapsizlar. Juda ham idealni ishlangan. Tormoz sistemalari mana bunaqangi jidkisnoy bo'ladi. Ko'rinishlari kattasidan 9 million 500 ming so'mdan dastavkasi ichida vodiy bo'yicha mana telefonga ham sig'may turibdi. Kichikroq modelni olmoqchi bo'lgan mijozlarimizga 8 million so'mdan mana ko'rsatib o'tamiz farqlarini. Mana ko'rib turasizlar mijozlarimiz. Mana obunachilarimiz, xudo xolasa like tugmasini xudo xolasa bosib turasizlar. Sizlarga qo'ldan kelganicha o'zimiz bilgancha ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Akkumulyatorlari xudo xolasa 32 lik bo'ladi. Bu kichkinalarniki 6 ta 72 20 lik akkumulyatorlar bilan jihozlangan. 8 millionga 9,5 million so'm qilib beramiz kattalarini. Xudo xolasa benzinli motorli ishqo so'ragan mijozlarimizga benzinlilarimiz ham kelgan. 150 kubli benzinli motor skuterlarimiz xudo xolasa mana bu yoqda. Tank modellarimiz, bayklarimiz xudo xolasa. Bayklarimiz 11 million so'mdan chamadoni yo'q. 11,5 million so'mdan chamadonli 150-100 kilometr masofani 3 litr rasxod bilan bemalol bosib o'tadigan benzinli skuter tank modellarimiz, tank 1, tank 2, tank 3 modellarimiz bor. Endi invalidli choliskilarimiz bor, 3 balonli kichkina. 6,5 million so'mdan 6 million so'mgacha baloni katta, ya'ni kichkinalari bor, sotuvda mavjud.